Assalomu alaykum. Ben Orzu mahallesinden bitirgan mahalle vakiliman. Aholini Kemal Mustafa işsizlerini işverden masalında kundan işlerini hazır. Mahallede işsizlerini işverden boyunca turlu xil iş jarayonlari olib qolyapti. Hozir bizda turli produktlarimiz var. Neydi tadbirkorchi boshqalar o'z-o'zini barkatlash aholini yaqindan toza produktimiz chiqdi. Mahallada biznes produkti. Bunda 50 milyonlarcha muddati 4 yilda 25%dan beriladi. Ta'minoti 3-shaxs kafilligi sudda polis bo'lishi mumkin. Bozan bo'ladi. Tadbirkor ahvoli bunda 19 yoshdan 60 yoshgacha bo'lishi kerak. Yosh narsa, chegarasi. Kafil, uchinchi shaxs kafilligi kamida 6 oy davomida ish narsani oylik stabilniy oylik olib turgan bo'lishi kerak. Keyin mana biznes maqsadini produkt bor. Bu 25 milyonlar beriladi, 3 yilga 25%. Tikuvchilik, chorvachilik, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, shunlardan uchun beriladi. Lekin o'z-o'zini bandadi, ijtimoiy soliq to'lovini to'lagan bo'lishi kerak. Bu bilan aholi sizlarni 1 yillik